Shahlo opa, bizda ko'pchilik erkaklar ayolini ayol xirurg yo'qligi sababli erkak shifokorga olib borishmaydi va buning oqibati ayanchli bo'ladi. Bilasizmi? Bizda har bitta ikkita ayoldan bittasi обязательно поражаться qiladi, gemoroy bilan kasallanadi. Bu hozir endi ilgari 95% bo'lgan bo'lsa, 125% ga chiqqan. Bundan uyalish kerak emas. Kelib, bemalol murojaat qilsa bo'ladi. Kelyapti, murojaat qilyapti. Buni ayanchli holati shundaki, vaqtida uchramasa, vaqtida operatsiya qilinmasa yo davolanmasa, og'ir holatlarga olib keladi. Gemoroy rakka ham olib kelish ehtimoli juda katta bo'ladi. Bu muammolarning hammasini tagida, gemoroylar tagida davolanmagan o't tufaylar turadi. Tug'ruqdan keyingi katta bosim turadi. Buni tagida varikozni расширение turadi. Qabziyat, surunkali qabziyatlar turadi. Uzoq o'tirishlar, shularni hammasi gemoroyga olib keladi. Endi bu masalalarni oson hal qilsa bo'ladi. Vaqtida kelish kerak, uchrash kerak, davolanish kerak. Kerak bo'lsa, уже просто operatsiya holatida kelyapti hamma bemorlar vaqtida uchramaganligini hisobiga. Hurmatli erkaklar, agar sizning ham ayolingizda, qizingizda yoki onangizda shunday muammolar bo'layotib turgan bo'lsa, Yigitov klinikasiga olib keling. Ayolingizni bizda faqat ayol shifokorlar davolashadi.